Ba'zida hayron qolamizki, umuman jannat bilan jahannamning o'rtasini hal qilmaydigan masalaning ustida musulmonlar bir-birimizga nisbatan adovat, dushmanlik ko'rishmasdan mana shunday holatda yashab kelyapmiz. Fiqhiy masalalarda bosh qatirib, uni ustida odamlar bir-birimizga adovat, dushmanlik toshini otib, nima din degani, Allohning roziligi degani fiqhning asosiga qurilib, hamma narsa shuni asosiga qurilib qolganmi? Din shumi? Allohning roziligi, saodat shuni asosida qurilganmi? Misol uchun aytadigan bo'lsak, boshyalang namoz o'qigan odam jahannamga tushsin degan joyi bormi? Nima uchun namoz o'qimayotganlar ustida bosh qatirmaymiz? Namozga kelgan yigitlar boshyalang ekan deb turib, buni ustida bosh qatiramiz. Nima uchun alhamdulillah ham bilmaydigan odamning ustida bosh qatirmaymiz? Alhamdu o'qilgandan keyin amin deb sal qattiqroq ovozini sunnat ekan deb amal qiladigan bo'lsa, biz mazhabimizda yo'q edi, sen vahobiysan deb uni yomon ko'ramiz. Nima uchun qo'shnimiz hijob kiymayotgan ayolning ustida bosh qatirmaymiz? Nima uchun benamoz bo'lib turgan odam qo'shnimiz to'g'risida bosh qatirmaymiz? Aynan shu mavzuni ko'tarayotgan odamni ko'rsangiz, birortasi bir qo'shnisiga chiqib, "Nima uchun namoz o'qimayapsan, bolam?" Namoz o'qimagan odamni Alloh taolo jahannamda ekanligini xabar bergan. Vallohi Allohning oyatiga qaranglar. Alloh xabar beradi, hali hech kim jahannamga tushgan yo'q. Hali birorta odam jannatga kirgan yo'q, lekin Allamul g'oyb bo'lgan zot jannat va jahannamdan xabar beradi. Masalakakum fi saqor. Nima bo'ldi bu saqor degan jahannamga kirdinglar? Nima sabab bo'ldi? deb jahannamning posbonlari so'rashganda nima deb javob beradi? Alloh saqlasin, siz bilan men shu holatga tushib qolishlikdan. Qalu lam nakum minal musallin. Biz namoz o'quvchilardan emas edik deydi. Namoz o'quvchilardan emas edik deydi. Ya'ni namozni inkor qiluvchilardan emas, tezaga chiqsam o'qiyman, chekimni bitirib olsam o'qiyman, Xudo xolasa yaqinda boshlayman degan emas. Namoz o'quvchilar bilan birga emas edik. Namozni inkor qiluvchilar emas, namozda birga emasligini. Jahannamga kim kiradi? Birinchisi kofir. Ikkinchisi mushrik, abadiy qoladiganlar. Uchinchisi abadiy qoladiganlardan bittasi kim? Munofiq. Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Munofiq jahannamning eng pastida dedi. Nima uchun bu to'g'risida bosh qatirmaymiz? Nifoq bizda bormi yo'qmi deb. Alloh munofiqning sifatini nima deb eslatdi? Yo Qur'onda qolaversinmi? Hayotimizga tatbiq qilib amal qilmaymizmi? Munofiqning sifatini sifatganda namoz o'qimaydi demadi, birodarlar. Va iza qamu ila as-solah. Agarda ular namozga turishsa dedi. Munofiq namoz o'qiydi. O'qimaydi emas. Endi o'qimagan odamni nima desak o'zimiz bilaylik. Namozni o'qiydi dedi. Va iza qamu ila as-solati qamu kusala. Agarda namozga tursa dangasalik bilan namozga turadi dedi. Namoz o'qiydi ular. Yura'una nas, odamlarga o'qishlikda ham odamlarga jumaga borayotgan bo'lib ko'rinadi. Hayit namozga borayotgan bo'lib ko'rinadi. Hamma keladigan vaqtda ko'rinadi. Ihson bo'ladigan bo'lsa namozga chiqadi. Yura'una nas, Alloh aytibdi, bu meni so'zim emas. Odamlarga riyokorlik bilan namoz o'qiydi. Allohni eslaymizmi? Alloh taolo solih bandalarini eslaganda yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim. Turganda, o'tirganda, yotganda Alloh taoloni doim eslashadi dedi. Munofiqni esachi. Va la yazkurunalloha illa qalila dedi. Allohni eslaydi, lekin oz eslaydi dedi. Subhanalloh. Allohni eslarkan munofiq amalida, hayotida, muomalatida, oilasida